Assalomu alaykum barcha akalarimizga. Ularga qo'zi Krasnoyarskga, Legonniga, Aydishohga bir stalovoy bor. Juda zo'r joy bu stalovoyga. Hamma narsa o'zimizda o'zbek tojik ukalarimiz ishlashadi. Mana bu samsani har xil pirojoglar, hamma taomli bekti zo'r. Men adresni pastga qoldiraman. Turun tashqarida video qilaman. Majib kilovraslar arzon joy, zo'r joy. Lekin ovqatlarga, mana samsa pirojoglarga gap yo'q. Juda zo'r. Video qilib ko'rsat. Mana shu hamma chef ishlaydi, chefni boshqaradilar. Mana shu joy kilovraslar. Hozir bir adresni aytib o'tadilar. Adresi Ясинская, Челхов-Б, дробь получается. ana shu yerda kilovraslar hozir tashqarini video qilib qo'yaman. Videoni tarqatamiz. Do'stlar, mana yo'ldan bu yoqdan kelsanglar o'ng tomonga, bu chetdan kelsanglar chap tomonga mana Добро пожалуйста yozilgan. Mana shu yerga kelasizlar. Joyi juda zo'r. Biz o'zimiz kirib mana oziq-ovqatlarni mantu katta. Men videosini ham qo'yaman. Hamma taomi bu yoqda zo'r. Videoni tarqatamiz do'stlar. Like'ni gummallatamiz. Ana bu manti Tojikistonning mantisi bo'ldi do'st. Ham ustiga piyoz dog'i bilan nomer 1 kilovraslar adresni qoldiraman pastga.